tomoni ko'cha bo'lgan. Bu yoqqa ko'cha. Bu yoqda ham kirib kelishingiz ko'cha. Bektemir ro'di, maktab. Shu yerda men sizlarga yaxshi xonadon topib qo'ydim. Shu xonadonimiz sotuvda. Xonalar soni 9 ta, sotuvi 8 sotuv. Toshkent shahri Bektemir tumanida joylashgan. Bu xonadonga ikkita xo'jalik bemalol sig'ib mazza qilib yashasa bo'ladi. Xuddi shu xonadon sotuvda. Ozgina ishlari bor. Kirishimiz bilan chap qo'lda o'zini kattagina mehmonlar uchun mo'ljallangan xonasi, remontlarini chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yerda o'zini kattagina ayollar uchun mo'ljallangan oshxonasi, hovli tomonga qaragan oynasi. Bu yoqda ham 5 ta xonasi bor o'zini. Orqa tomonda yana o'zini yerlari bor. Egalari narxlarini 140 ming deyapti. Bu o'zini koridori, chap tomonda bolalar uchun mo'ljallangan xona, o'ng tomonda o'zini yotoqxonasi. Buradagi hovlisi bog' qilib qo'ysangiz bo'ladi, letni oshxona qilib qo'ysangiz bo'ladigan joy qilib qo'yishibdi. Bu yoqda mehmonlar uchun mo'ljallangan hojatxonasi, sanuzelari, ichkarilarini, hovlarini ko'rsatib beramiz. Xonadonimizda juda fayzli va shinamgina ozgina mana shu tomondagi ishlari bor. Bularni bitirib olsangiz, maza qilib ikkita xo'jalik yashasangiz bo'ladi. Kadastrlari tayyor, oldi sotib qilsangiz bo'ladi. Narxi 140 ming. Toshkent shahri Bektemir tumanida joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar, egalarim nomerlarini qo'yib qo'yamiz.